Assalomu alaykum qadrli musiqa shinavandalari. Biz bugun Xorazm teleradio kompaniyasi ijodiy xodimlari Hazorasiplik ijodkorlar davrasiga keldik. Bu tashriflarimizni boisi san'atimiz targ'iboti bilan bog'langan, ustoz va shogirdlar an'analari bilan bog'langan, hayotiy qadriyatlar bilan bog'langan juda ajoyib mulohazalardan, sizlarni kuy va qo'shiqlardan, shirin so'zlardan bahramand qilish. Bu davraga bir razm soladigan bo'lsak, navozandalarning serqirraligidan biz xursand bo'lamiz. Hazorasipda ijod qilayotgan ko'plab zamondoshlarimiz o'zining serqirra ijodi bilan xalqimizga ma'naviy go'zallik ulashayaptilar. Mening yonimda ikki sozanda turibdilar. Ozodjon og'am Otajonov, Saidjon og'am Sultonovlar. Ikkalasi ham doirachi bular. Aynan doira bilan bugun so'zimizni boshlamoqchimiz. Doira sozining zavqini qaysi hofizlar ko'proq sizga bir munosabat bildirib aytgan? Qondiq aka bilan sozandalik qilgansiz. Ustozlar endi rahmatli ko'plari o'tib ketdi. Eslaymiz, birinchi ustozimiz Bekchan akam Tojiyev, Saidjon ham eslaydi. Muzika maktabida ko'p ustozlar. Keyingi davrda ko'p ustozlar qo'lidan bir ozgina bo'lsa ham ko'p narsalar o'rgandik. Qondiq ustozdan, O'lmas akadan, Matnazar akamizdan ko'p narsalar o'rgandik o'shalardan. Ozod og'a, ashulami aytasizmi siz? Endi ikkita aytib turamiz har vaqtdan. Lekin yakka aytmasiz, zo'r ovoz aytgan. Zo'r ovozda aytgansiz. O'sha vaqtlari ashulla bilmagan doirasini to'yga borishmagan. Jonli ijroning zavqi boshqacha. Saidjon ashulla aytganmi? Saidjon ham qo'shilib aytgan. Bu doirada o'zimizni ukamiz, shogirdimiz birga katta bo'lganmiz. Muzika maktabida bizdan keyin o'qigan. Moskvalargacha sezlarga bulbulcha ansambli bilan qatnashgan. Moskvaga nima uchun borganlar? O'ynagan, men ukam ham G'ayratjon, Muxtor. Bugun bu xotiralarni davramiz davomida eshitamiz. Xorazmcha doira usullaridan qilinglar. Qadrli muxlislar, doira zarflarida ham o'ziga xos insonni bir ruhiyatini ko'taradigan darajada ohanglar bor. Buni cholg'uvchilarimiz, sozandalar juda yaxshi anglaydi. O'zining shu cholg'u notalari bor, musiqiy yo'nalishlari bor, ohanglari bor. Bugungi novozandamiz Hazorasiplik novozandalar bilan yanada chiroyli ko'rinish kasb etishini niyat qilamiz va dasturimizni davom ettiramiz. Seni laylaran adik ajoyib dilrabo derlar. Yana bilmay ko'p o'yladim, ay ko'rsam qara soching. Navozanda, navosanda. Asrga tatugulik sado sanda. Zinhar qashqil ani hamdam dema. Gün bilen su salamlaşyar eymiş gün döküp lebabıma. San'atkorning ayoli bo'lmoq mashaqqat. Chunki har kun kir yuvish asosiy xizmat. Kishiga ishq o'tidin zangar, rayitsa bo'lib giryon. Ko'rsatuvimiz hamkori Hazorasip tumanidagi Xo'jabobo choyxonasi. Vohamizning kunchiqar zamini Hazorasiplik ajoyib ijodkorlar, ustoz va shogirdlar davrasidagi mulohazalardan bahramand bo'lamiz. O'zi Hazorasipliklar juda ko'p mashhur san'atkorlar bilan faxrlanishadi. Bu yilda Iskandar aka Pirmatovni aytilmagan davraning o'zi yo'q. O'zbekiston xalq hofizi Quvondiq Iskandarovni aytmagan muxlisning o'zi topilmasa kerak. Boshqa biz bilmaydigan ham ustozlar bor. Bularni mana Ozod aka ham yaxshi biladi, Mahkamboy yaxshi biladi, Bozor aka ham yaxshi biladi. Umidbek og'amiz Matkarimov o'zlari juda chiroyli bir ijroga ega bo'lgan hofiz og'amiz so'zimizni davom qildiradi. Abdulla aka Matyaqubov ustozimiz bo'lar edi. Ashulachi bu kishi Qondiq akaning shogirdi bo'lgan. Shu ustoz yanında evvel sozanda, ya'ni shu akordeon chertib yurar edik o paytlari. Darg'anata deb aytiladi, hozir Birota deb aytiladi. Shu yerga bir to'yga borib qoldik. Bir qiziq voqea bo'lib qoldi. Bir davra aytdik, aytgandan keyin dam olish bo'ldi. Diktorimiz so'z berib keldi. Shu vaqtda
Bir bala geldi eşlaçıların kağıtına gelip oturdu. O faytları kağıtta otur dedi eşlaçılar. Ben ziyneti yiyip karab oturdum. Gelip oturuşun deyin ayak kaltırama karadı yani. Bu eşlaçık eken bu baladan. Eşlaçık eken. Diktora ayttılar şimdi bu bala eşlaçık eken diktor keyin e'lon qildi. To'g'ri qo'lini aytdi, har holda aytdi, to'na bir tushib turibdi, bir tushmay turibdi. Ovozi kuchli ekan lekanda yo'la qo'ymaydi ekanda, yaxshi avjina chiqdi lekin to'ni yaxshi tutmay turibdi. Kelib eshilib to'g'ri qo'ydida ustaga aytdi. Usta nechga aytdim eshilani, doni yeb berdim ha dedi. Keyin do perda qo'ysin. Ha, yaxshi balam bu safar ku doni yedingdan indik safar postini yedon bo'lsan dedi. Shunday bir qiziq guringlar bo'lib turadi dedi to'y paytlari. Kasbingizni o'qituvchi, musiqaga daxli yo'q sizning yo'nalish bo'yicha. Qarangki, bir san'atkor bo'lib shakllandingiz. Bu yog'ida endi ortiq ekanmi yo'lini davom qildirib, shogirdlar ham tarbiyalash nasib qilishini istab qolamiz. Salomat bo'ling. Qadrli musiqa shonavandalari, Hazorasipliklar davrasida mana shogirdlik an'analariga sodiq qolgan sozandalar, xonandalar biz bilan mana mulohazalar yurityaptilar. O'zbekiston xalq hofizi Quvondiq Iskandarovning xotiralari aks etgan suratlar mana bu yerda juda ham ko'p. Suratlar ham so'zlab turibdi. O'zgacha hayol bilan, mulohaza bilan, mushohada bilan bu suratlarni tomosha qilishingiz mumkin. Ozodjon Otajonov o'zlari sozanda doira chaladi, lekin Quvondiq akamni ashaddiy muxlisi, yonlarida ham shogirdlik qilganlar. Hozir xotiralardan tinglaymiz bo'lmasam. Ustozni har kun eslaymiz-da, endi ko'p narsalari o'g'itlari bo'lgan shu vaqtda. Birinchi ashula yodlatganlar. Suvaralari, yakperda suvara, sabt suvaralari o'lmasaga rahmatli bo'lardi skripkachi. U kishi aytardi, so'rardi, har kim to'yga borgan vaqti, "Ozod yodladingmi? Ozgina esimdan chiqadi" desam, yodlash usullari bo'ladi. Shuni aytib yodlaysan deb ko'p narsalari shu yodlatganlar, lekin ustoz bir marta ham yo o'lmasaga yo sostavdagilardan esindan chiqarib Quvondiq usta. Hozir men bir narsani eslamoqchiman. Bu yerda kitob turibdi Quvondiq ustozning. Qalb navolari Matnazar Xudoynazarov ustozimiz yozganlar, professor. Shunda yaqinda xalq hofiz olgan o'zimizning Xivalik hofizimiz bir narsa yozib qo'yibdi bu yerda. Ustoz o'lishidan bir hafta oldin xizmatda bo'lgan paytam bir marta so'ragan ekan. Bir so'z ketib qolgan vaqti. Navodi deb Ochilbek Matchonov yozganda bu yerda o'zining nalari bor. Usta shunni aytib, Ochilbek navodi deydidan keyin bana qaragan vaqti, pauza kelgan vaqti so'z o'zi kelib ketadi aytadi. Shunda hayron qoldim dedi. Ustoz dedi shu o'lishidan oldin ham dedi, eslab shuni darrov topib so'zi joyiga qo'yganda, endi bu ham bir san'at, mahorat. Bu shuncha ashullarni aytish menimcha bu esda qoldirib ko'p insonlara Allohning bergan bir o'zining inoyati bo'lsa kerak. Albatta. O'zida o'zi bo'lmaydi. Ustoz bilan faxrlanamiz. Nafaqat respublika, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg'iziston ko'p joylarda xizmat bo'lgan paytimiz ustozi shu shogirdlar ham bor ko'p joylarda. Yaqinda Surxondaryodan bir zapis topilib qoldi. 92-yil tushgan ekanlar. Zapislari ko'p, Abram Talmasovlar yonida akordeon chalgan. Katta ashulachilar Quvondiq ustoz yonida akordeon chalgan. Bu zapislar ham bor. Bu yangi bağ gülşen, bu yangi gül güzel bulmaz. Vatan sönmekine artık, mince alemde şiar bulmaz. Vatan iski dayanar, kalbinin kim askar bulmaz. Vatan sevgen muradiga yeter hiç dilde zor bulmaz.
Endi ustodin shogirdlar yetishib chiqsa Hazarasdan ham men shu shogirdlarga endi kelgusida shu ashulachi bo'laman degan ukalarimizga shu ustozning ashulalaridan bir ikkita aytib bir o'zlarini bir eski yo'llari bilan bir suvaralar, jonli ijroni ozgina bir e'tibor qilsalar, bu dum yaxshi bo'ladi degan niyatim bor. Bugun u kishining ohangida kuylaydigan xonandalar bormi? Hazarasda endi bor. Shu yerda hozir Makkamboyini Makkamboydagi ohang ustozga chalim beradi. chalim beradi. Bahor ansamblida bir xonanda yigitlaringizmi, sozanda yigitlar ishlayapti. Ular kim bo'ladi? Ular amakimiz, ustozimiz Bekchanboy Tojiyev muzika maktabida bizga mana rasmlari dars berganlar doiradan, rubobdan. Hozir sozandalik qiladilar. Yo'q, ustozimiz o'tib ketgan o'g'illari sozanda. 3 ta o'g'li ham, ikkitasi ashulachi, bittasi muzika maktabida ishlaydi. O'sha hozir To'lqinbek Tojiyev ukamiz Bahor ansamblida ishlaydi. Qo'shnayda shu yer yuzini aylanib chiqib yuribdi-da hozir. Bu yerda ustozlar ko'p. Endi aytsak Ilhomboy Sobirov ana rasmlari turibdi, ustozimiz. Bizni ilk maktabda dars berganlar muzikadan. Keyin muzika maktabda Hazaras faxrimiz desak ham bo'ladi. Ilhom aka Sobirovning qo'shiqlarini aytadigan xonandalar bormi? Bor. O'zingiz ham aytasizmi? Endi biz har vaqtdan bir qo'shilib aytib turamiz. Qani qo'shilib aytganingizni ayting. Endi u kishining har xil ashulalari bor. Qo'lga olib siypaladim, tutib ko'rsam qara soching, yana bilmay ko'p o'yladim, ay, tutib ko'rsam qara soching. Ustozi shunday ashulalari bo'lardi. Bu yerda endi gapirsak gap ko'p. Har xil rasmlarda o'zimiz birga qatnashgan Bomorod ustoz, rahmatli, ana birga xizmatda bo'lgan paytimiz yonlarida borib, Rahmatjon ustozimiz mana rasmlari, Ortiq aka rasmlari. Xorazmda hofizman degan inson bo'lsa, Hazorasni alohida bir e'tirof qiladi. Chunki san'atchinomanda yer bu yer. Endi bitta gap bor-da Umirbek aka. Xorazmda shu ashulachini siniydigan, siylaydigan, chapak chalib osmona ko'taradigan xalq, olqishlaydigan. Ham sinovi bor, ham siylovi bor, ham olqishi bor ekan. Savda başımı etken Eyleli resmi yavrum Zülfün hayali bilen Olmuşsun şiarım İşkın yeter ya Yol tapma ihtiyarım Her dem küsür akıldı Şevkındayım güzelim Canım senin yavrum Eydarım acemen güzelim Kara göz boy boy Kara göz boy 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 Kara göz boy boy Kara göz boy boy Yalnız sanırım çakale Gözlür manzariden Gülbenliğe asmalı Kurşidi kavariden Bilmem kayıl şedefli Hımmatlı gevheriden Dersine yok nezirine Yavru yavperisen Canım sevimli yavrum Eydarına cemen uzarım Kara göz boy boy Kara göz boy 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 Kara göz boy boy Kara göz boy boy Ardın kapınlanacak İsmet bulup bakana Ümmi cahim oldu Hürmetli hastane Toplu yüzünü çürüyen Ayım çekir sebane Gül buldu cismi canım Ey şevkinde yana yana Canım sevimli yavrum Eylerine cemen üzarım Kara göz gel gel Kara göz boy 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 Kara göz gel gel Kara göz boy boy Kara göz
Seni leyleren adik, acayip delraba derler. Yana bilmey köp oyladım, ay görsem kara saçın. Navozanda navo sanda, asrga tatigulik sado sanda. Zinhar kaş kıl anı hemdem deme. Gün bilen su salamlaşyaraymış gün döküp levabıma. San'atkorning ayoli bo'lmoq mashaqqat. Chunki har kun kir yuvish asosiy xizmat. Kishiga ishq o'tidin zar rayitsa bo'lib biryon. Musiqiy dasturimiz hamkori Hazoras tumanidagi Xo'ja bobo chayxonasi. Hazorasib eli san'atkorni sayqallaydi. Charxlanadi mana shu joyda. Charxlanadi. Chunki bu yerdagi ijodiy qadriyat, bu haqiqiy ana urf-odatlar, rasm-rusumlarning namoyishi bo'lgan jonli namoyishi to'ylar san'atkorlarimiz uchun har bir to'y imtihon. Bundan 100 yil oldin qanday qadriyatlar bo'lgan bo'lsa, an'ana davom qilayotganligidan xursandmiz. Haqiqat. Mana Komiljon Otaniyozovlar, Hojixon Boltoyevlar bu yilda Otajon Xudashkurov, Otajon akalar, Ortiq akamlar, Bobomurod aka Hamdamovlar bu yerlarda o'zlarining izlarini qoldirganlar. To'g'ri emasmi? haqiqatdan har bitta ustoz san'atkorlar hammasi Hazorasda o'ziga yarasha do'st orttirganlar, og'ayni. Komiljon ustozimiz Karvakda quda bo'lganlar. O'zi qizlarini berganlar Karvakka. Misol demoqchiman san'at Qarindosh bo'lib ketgan. qarindosh bo'lib ketganlar. Hazoras xalqi san'at sevar, san'at hurmat qiladigan xalq. Men ham shu yurt farzandi ekanligimdan faxrlanaman. Mana shu yerda Bozor akam o'tiribdilar, ustozimiz ko'p birga xizmat qilganmiz. Ustozlar davrasida birga o'tirish foizda bu. Albatta. Bu narsalari bizdan bir yodgorlik bo'lib qoladi-da. Zapis qilib olamiz degan payt o'tib ketgan Durdo'y ustozimiz. 3 kundan keyin 70 yillik yubiley bo'lish kerak edi. Menga telefon qildi. Ozod dedi. Shu dedi, rozmatlar ham aytamiz dedi. Taqdir. Urganchdan dedi. Bomir degan shogirdi bo'lganda 3 kun oldin o'tib ketdi. 70 yoshiga kirmasdan-da. Demoqchiman, biz ham ustozlari eslab, ardoqlab, borini hozir hurmat qilib, o'zlarimiz kuchimiz yetgancha targ'ibot qilsak, bu yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Bu kelajak avlod uchun maktab bo'ladi. Haqiqatan. Va qolaversa ustozlarning umrlariga, ularning hayotlariga bir zeb bag'ishlaydi. To'g'ri emasmi? Hazorasplik navozandalar bilan mulohazalarimizni Saychon Sultonov davom qildiradi. Saychonni bu davrada qatnashayotganligini boisi yoshlik paytlarini bir esga olmoqchilar. Chunki bu sozanda og'amizning yoshlik paytida betakror bir jarayonlar bo'lgan. U ham bo'lsa sobiq ittifoq davrida Moskva shahrida o'tkazilgan sez bo'lar edi. U paytlari ana shu sezda ishtiroki bo'lgan ijodiy jarayonlari ana shu vaqtda o'zlari ma'lumot beradi. Kimdir bu haqda bilishi mumkin, lekin kimlardir bu haqda ma'lumotga ega emas. Hozir o'zlari aytib beradilar. Marhamat. Nurika, bizning bolaligimiz qiziqli bir sarguzashtlarga boy bo'lgan. Yosh paytlarimizda tumanlararo, viloyatlararo san'at bayrami ko'rik-tanlovlari bo'lar edi. O'shanga qatnashib, musiqa maktabida Ozodaga Qurbon bizga raqs to'gar ekan, raqs o'rgatgan. Qolaversa, biz viloyat bosqichida, respublika bosqichida qatnashib kelib, keyinchalik bizni respublikamiz katta tadbirlari, ya'ni qishloq xo'jalik xodimlari qurultoyiga, O'zbekiston Kompartiyasining 20-sezgiga qatnashganmiz. O'sha sezgiga qatnashgan paytimizda Yangi bozordan ikkita yigit bor edi biz bilan terma guruh qilib yuborishganda, Xalq xo'jayib Hamro, Masharbob Shuhratlar bo'lishgan. O'zbekiston Kompartiyasi 20-sezgiga qatnashib keldik. Bugun peshinda kelgan bo'lsak, ertasiga bizni 1-soat, 2-soat darsda o'tirgandik. Raykomdan u paytda raykom deyishardi. Deyot kelib bizni tuman markazidagi raykom binosiga olib kelishdi. Shu yerdan Urganchga jo'natishdi. Ota-onani ko'rmay Urganchga ketdik. Urganchda savdo xodimlari bizni kutib turgan ekan. U yerda hammamiz bir xil importni kiyimlar kiyishib, navbatdan tashqari reysda 40 odamlik samolyotda 20 ta 25 ta rahbarlar bilan Toshkentga jo'natishdi. Shunday bo'lganki, u yerda biz O'zbekiston Kompartiyasining 20-sezda qatnashganimizda Sharof Rashidov nazarga tushgan ekanmiz-da. Sharobaga aytibdi, Moskvaga ketadigan delegatsiyada albatta haligi hazil o'ynagan yigitlar bo'lsin talab va taklif qo'ygan ekan.
Shuning uchun bir kunda bizni Toshkentga oldirishdi. Kechasi bordik, ertalab Navoiy balet teatrida O'zbekiston san'at delegatsiyasining mashqi bo'ldi. U yerda Shodlik, Bahor, hokazo ansambllarining terma delegatsiyasida Moskvaga ketadigan. Ssenariy bizni ham qo'yishdi. Ssenariyda shunday yozilgan: paxta ekiladi, paxta teri mashinada paxta teriladi. Hosil bayramlar, hosil bayramda biz chiqamiz. Bizning chiqishimizga kuyini mashhur bastakor Sulaymon Yudakov qayta bastalagan Bartov raqsini. Bir kun repetitsiya bo'ldi, ertasiga o'sha paytda 62 samolyot bo'lsa kerak, esimda bo'lsa, Moskvaga ketganmiz. Moskvaga borib, o'sha kundan boshlangan har kuni ertalab nonushta mehmonxonada bo'ladi. Qolgan kunimiz Kreml Sezar saroyi ichida bo'ladi. Obed ham, peshin choyimdan boshqasi ham. 4-sinf paytimiz hamma gapni tushunamiz. Shunda bir kuni rahbarimiz kelib aytib qoldi bizga, yaxshi o'ynamayapsizlarmi, nima bo'lyapti? Lekin biz yaxshi qilyapmiz. Kimgadir yoqmayaptimi bizning chiqishimiz? Bizni shu O'zbekiston delegatsiyasining chiqishidan kimgadir yoqmagan ekanda. Keyin shunday Sabor akaning rahbarimiz aytishi bo'yicha O'zbekiston Kompartiyasining 3-sekretari Umrzoq Salimov degan inson o'sha xalq artistiga telefon qilgan deyishadi-da. Bu yigitlar o'zi borgani yo'q, Sharabaga, Birinjobga ko'zatishni olib borishgan bu yigitlar. Shuning uchun bu yigitlarni kerak bo'lsa, biz chiqishimiz 50 sekundga tengda, 50 sekund emas, 1 minut chiqishga nima qiling. Bo'lmasa Sharabaga sizlardan bizdan ham xafa bo'ladi. Shunday qilib Ali O'zbekiston Respublikasi delegatsiyasiga 4 minut bergan lavhada bersangiz ko'rasiz, arxivingizda bor-ku. Bizni 8 ta yetimiz 50 sekund vaqt olganmiz-da. 4 minut 1 minut bizga berishganda chiqish qilganmiz. Hozir ham raqs tushib turasizmi? Raqs tushib turamiz. Shundan keyin doiraga qizib, doira yurgandek muzika maktabida Bekchanaga Tojib ko'rdi o'qidik. Keyinchalik voyaga yetgandan keyin ustozimiz mashhur Rahimboy Musaybiyonlarda hali bugungacha doira sozi bilan birga xizmatdamiz. Raqs bilan boshlangan san'at mana bugun navozandalikda davom qilyapti. Sizga albatta yaxshi shogirdlar tarbiyalab, elga manzur qilishda bir kuch tilab qo'yamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Seni leyleren adik, acayip dilraba derler. Yana bilmey köp o'yladim, ay görsem qara saçın. Navozanda, navo sanda. Asrga tatigulik sado sanda. Zinhar kaş kıl anı hemdem deme. Gün bilen su salamlaşyaraymış gün döküp levabıma. San'atkorning ayoli bo'lmoq mashaqqat. Chunki har kun kir yuvish asosiy xizmat. Kishiga ishq o'tidin zar, rayitsa bo'lib biryon. Hazora Splik navozandalar davrasining shukuhini mana chiroyli suhbatlar, mulohazalar o'ziga xos mohiyat bilan tashkil qilyapti. Bugungi davrada Ozod og'a san'atga mehr bergan, o'zlari kasbi boshqa bo'lsa ham, lekin san'atni bir mehr bilan davom qildirayotgan og'alarimiz borligidan xursandmiz. Mana Mahkamboy ana shunday san'atkorlardan birisi. Mahkamboy boshqa kasbda ishlaydilar, lekin mana hozir san'atkor bo'lib, navozanda bo'lib, ustozlar izlaridan boryapti. Mahkamboy Qondiq akamni chiroyli bir ohanglardan keltirib yoki Hojixon akadanmi, Iskandar otadanmi bir xirgoyi qilib bir davramizga bir nafas olib keling. Dostlar devona yermez her kişi. İzicadın geçmese atkam deme. Yüreği de bulmasa yüz dağı dert. Zinhar kaş kıl anı hemdem deme. Zinhar kaş kıl anı hemdem deme. Mahkam aka, ustozlarning ijodiyotini davom qildirishda sizga qiyinchilik bo'lmayaptimi? An'analar qanday davom qilyapti? Kıyınçılığı yok. Bu aralar piruzları içtiken sen saykallanıp, tolkullanıp bir icat üstüge icat koşuladı.
Kuandık iken İskender'in aşılarını işitkende adam başkaça olup gitedi da. O'zi bilan didorlashganmisiz? Qanday xotiralar bilasiz? Bu atam şampiyonu edi benim şu 5 yaşlarımda kuandık iken Taşkent'ten kelgen peytlerde alıp gele dediler. Kuandık ikenini alıp gelip suara ayttırıp koy dediler. Abdullah Kemal alıp gele dediler. Bakteri Ekem cimini yazıp alıp gele dediler. Ustazlardan ben tınlap otura dedim. Tamam. Hali otangizning so'zlari bu. Atamın sözleri. Keyin Abdullah Kemal savol bere dediler. Abdullah bundan çıkama dediler. Şundan tokta emin dedi. Bunu köremiz dediler. Abdullah Kemal 4 parmağında işte tıkırdatıp ura dedi. Bu peytlerde üstleri yok. Tahtaga, pola. Tıkırdatıp. Kana neçe oldu? 4, neçe oldu? 5, 2. Bunda suluk boğa çıkardı bundan dedi Abdullah Kemal. Mumtoz qo'shiqchilik sizga ko'proq ma'qulmi yoki bir yalla uslubidagi o'ynoqlar yoqadimi? Qanday uslublarni xushnafas bilan kuylaysiz? Ben şu suaraları yaxshi göremem. Firuzlarını. Hazırki peytte şu Kazarası Tümeni Medeniyet bölümünde farklı ansambulda işleyapmiz. Qondiq akaga o'xshagan boshqa san'atkorlar bilan bir jo'ravozlikda, hamnafaslikda aytib ko'rganmisiz? Kudelen eken Met Yakup Bremat kanman. Diğerleşme kılganımız suaranı. Şu bütüneke Azat ağam bara dedik, birye bara dedik. Kudelen eken bir kıslı dedim ben. Koyun bunu bir diğerleşme etelde. Koy dedi, koy dedi. Et kılımız dedi. Şu mecbur kılıp ate dedim. Biz diyiralishmalar, aytishuvlar haqida ko'p gapiramiz, lekin amaliyotini juda kam sezamiz. Kam ko'ramiz, kam eshitamiz. Bugungi kunda qanday bu amaliyot? Bugün günde şu Kazarası Tümen Medeniyet'te işlep turpumuz Gulanboy hafızımız bu. Avşardan bu. Şu bilen diğerleşme kılıp turpumuz. Kıldığı ülketini işlep turpumuz ağzı. Meşrep sözüge. 94. yılda upeytler 3 devre toy bola dedi. 2. devrenin soğup 3. devrede ayvança sazı bola dedi. Yakınbay Musa yapın bir akordeonçusu var dedi. Sadullah Kem. Sadullah Kem alıp para dedim. Mekkem dokta dedi. Musayip akşam dedi üşü palayede toyda dedi üşünü üşetti bu. Musayip'in henglerini üriyete dedim ben. Musayip'in üyüne varıp heng üreyengen emes ben. Sadullah Kem arkalı üreyengen ben. Qana Remboy akamning hanglaridan eshitaylik ozgina. Suaralardan veremezim. Kolundan gel sen dostum beyvafa asla dil birme cihanın şahı bulsan narasa asla dil birme. Ustozdan ko'p narsa o'rgansa bo'ladi Makamboy, to'g'ri emasmi? Bunday san'atkorlarning ijodiy an'analari ham ibrat, ham maktab bo'lib xizmat qilyapti. Hurmatli muxlislar, Bozorboy Jumayev xonanda og'amiz o'zlari turkman millati bo'lgan bilan ham o'zimizning qo'shiqlari, ham turkman qo'shiqlari, umuman olganda O'zbekiston xalq artisti Bobomurod Hamdamovning izdoshlari, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Karimboy Rahmonovning shogirdlari bo'ladi. Bozorboyga ozgina shu bugungi davraning jozibasi uchun turkmanchalab bir tilak aytsangiz, mana yangi yil yaqinlashyapti. Bayram muborak bo'lsin. Hurmatli şiirə qatnaşıb oturan aziz mehmanlar, ne öňümizde täze ýyl gelýär. Şu täze ýyl bilen hemmäňiz gutlaýan. Ýurdumyz Özbekistanymyz parahat bolsun. Hem wagtynda şunu ýani ýaxşy günlerde, toýlarda görüşmek nesip etsin. Bozorboyga endi hofizi davronlik hammaga nasib qilmaydi. Bugun ustozlarga mehr qo'yib, ularning an'analarini davom qildiryapsiz. Bobomurod Hamdamovning ijodiyotida juda rang-baranglik bor. Ulardan o'zlaringiz ham rang olib kelyapsizlar. Qaysi jihati sizga ko'proq ma'qul? Bobomurod ustozymyz endi hemme halk biladi, juda serqirra sanatkar. Şairler cennetten bolsun. Şu Türkmençe, Özbekçe, Hintçe, Qaraqalpaqça, Qazaqça, Tajikçe hemme dillerde aşılaları icra kılganlar. Bizler hem şuna heves kılganmız. Heves kılıp şu Türkmençesinden aytamız, Qaraqalpaqçasından, Özbekçe indi Xorazmçani özü aytamız. Qoraqalpoqcha ham kuylaganmi Bobomurod aka? Qaraqalpaqça ham kuylagan. Qaraqalpaqça dastandan derdingden degen. Eslating qani? Kulak salıp yeset menin arzımdı. Gün be günden beter boldum derdingden. Neler çektim fırakından hecringden. Kanlar acılap öter boldum derdingden, derdingden. Salomat bo'ling. Yaqinda bir xalq xizmatida Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan artist Karimboy Rahmonov aytayaptiki, ustozim
qilgan vasiyat bor. Shu vasiyatni doimo bajarishga harakat qilishimiz kerak. Biz shogirdlarga aytgan deydi. Ashulalarimni aytib turinglar. Ana shuni vasiyatni amalga oshirib, har bir davrada o'ziga xos ijrolar bilan Bobomurod akani eslatib turibdilar. Bu faqat Karimboy aka ijro qilgan qo'shiqlarda emas, Bobomurod akamning hamma shogirdlari shu narsani o'zlariga bir odat qilib olgan. Sizda qanday? Ustozimiz Urganchda Faxriddin o'g'illarining uyida bo'lgan vaqtlarida barib xabar olib turar edik. Shunda ustoz shu qo'shiqlaringizni aytaveralimi degan vaqtida albatta aytinglar, men ashullarni aytmasangizlar qolib ketsa u bo'lmaydi. U men ham Kamiljon ustoning ashulalarini aytganman. Yana o'zimning yo'lim bor. Sizlar ham shunday qilib aytinglar menga ashullarni. Aytmasangizlar bo'lmaydi. Men xursand bo'laman ashullarni aytsangizlar deb shunday ko'p aytganlar shu masala. Bobomurod aka Hamdamovni ham, Abdulaziz Imomov ustozni ham bir esga olib, Lebobdan ozgina ayting qani. Endi bu Lebob degan ashullarni aytganingizdek shu Surxondaryolik ustozimiz Abdulaziz Imomov aytganlar. Bobomurod ustoz ham aytgan. Endi har qaysining o'zining yo'li bor. Lekin maktab bir maktab. Bir maktab. Karimboy Rahmonov ustozimiz ham shu maktab, Bobomurod ustoz ham shu maktabda, bizning maktabimiz shu. Yaqasına bağlaşyar, cehek çekip lebabıma, gün bilen su salamlaşyar, eymiş gün döküp lebabıma. Meşhur nari gülabısı, ağaltına bol obası, hey hayırlıdır her sabahsı. Qotozda qıyıp lebabıma. Men Bobomurod ustozdan so'radim, shu bir ashulasi bor, Türkmen shoiri. Gözlata deb aytganlar u kishini, lekin oshiqi deb taxallusi bo'lgan. Shuning bir she'rini Bobomurod ustoz aytgan ekanlar muzika. Deyarli biz eshitmaganmiz uni. Yo'q, uni ko'p odamlar eshitmagan. Perizat degan ashula. Sinasi revshendir gövsi cevherden, lebilag'li sadap dişleri dürden. Can algıçı cellat gözü hancardan, endamına nur çayılan perizat. Can algıçı cellat gözü hancardan, endamına nur çayılan perizat. Hey 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 perizat, ho 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 perizat. Salomat bo'ling. Seni leyleren adik, acayip dilraba derler. Yana bilmey köp oyladım, ay görsem kara saçın. Navozanda navo sanda, asrga tatigulik sado sanda. Zinhar kaş kıl anı hemdem deme. Gün bilen su salamlaşyar, eymiş gün döküp lebabıma. San'atkorning ayoli bo'lmoq mashaqqat. Chunki har kun kir yuvish asosiy xizmat. Kishiga ishq o'tidin zangar, rayitsa bo'lib biryon. Ko'rsatuvimiz hamkori Hazorasip tumanidagi Xo'ja bobo choyxonasi jamoasi bo'layapti. Vohamizning kunchiqor zamini Hazorasipda azaldan ma'naviyat, madaniyat, ijodiyotga, adabiyotga mehr, ishtiyoq juda ham yuksak bo'lib kelgan. Shuning uchun ham bu yilda taniqli kishilar, turli soha vakillari shakllanib, Xorazmning nomini, uning o'ziga xosligini bir elga taratishga hissa qo'shgan kishilarni e'tirof etishimiz mumkin. Hozirgi suhbatdoshlarim ham san'atdan yiroq emas. Bular san'atga daxldor, o'zlarining ijodiyoti bilan namuna ko'rsatib, o'zlarining shu ijodiyotga bag'ishlagan kishilar. Mening yonimda Sovurjon aka Abdiyev o'tiribdilar. Sovurjon aka Navozandalar davrasining shukuhi boshqacha bo'ladi. Mana har bir tumanga yoki bir qishloqqa tashrif buyursak, Navozandalar yig'nalishib o'ziga xos bir davra quradilar. Har qaysining shukuhi o'zgacha. Hazorasipda ham shuni anglayapmiz, shuni sezyapmiz. Bu yerga kelsak, shu Quondiq Iskandar Hofizdan, Iskandar Pirmat Hofiz otamizdan,
Qolaversa, bugungi kunda mashhur bo'lgan san'atkorlardan yoki tarixchilardan yoki madaniyatchilardan gurung suhbatlar davom qilaveradi. Siz ham ana shu ijodkorlar vakili sifatida mana umringiz davomida ijodiyot bilan shug'ullandingiz. 66-yil Toshkentga akamiz olib borib kelgan. Keyin Gilir nomli musiqa maktabiga borib imtihondan o'tganman. Odam to'lgan, keyin bu yerda odam to'ldi deb Respublika Duxoviklar musiqa maktabiga borib, shu yerda o'qishni davom qildirdim. 66-yil borgan bo'lsam, shu yerni bitkizib, Duxoviy Puflama cholg'ularni bitkizib, konservatoriyaga kirdik. Hozir ham chalasizmi puflama cholg'ularni? Ha, chalib turamiz. Qaysi cholg'u asbobi bo'yicha yakunladingiz? Tuba degan. Endi bu cholg'ular o'z yo'liga, lekin milliy san'atimizni ham bir jihatlarini bir ilg'ab olgan bo'lishingiz kerak. O'zi yoshligimda torni sozlab bilmasdan torga haligi provodani simlarini taqib o'rganganmizda rubobni. Shuning uchun bu o'zi ashula bilan borganman. Komiljon ustani muborak to'ylaringiz muborak degan solist bo'lib aytadiganlarda shu internatda sinf o'quvchilari orqamda turib, men solist bo'lib muborak to'ylaringiz muborak degan ashulasi bilan internatni tamom qilganmiz. Har ishda ijodkorim, partiya madadkorim, yasha yurtim diyorim, to'ylaringiz muborak, to'ylaringiz muborak. Muborakida naqoratda xor bo'lib ijro qilishgan. Hazorasibda ijodiy jarayon baribir shu to'ylarimiz bilan bog'langan, milliy san'atimiz bilan bog'langan, ustozlar bilan bog'langan. Bu jihatdan qanday bir faollik ko'rsatdingiz? Konservatoriyani bitkizgandan keyin Urganchga borib, bu yerda teatrda ishladik ustozlarimiz bilan. Kimlar ustoz bo'ldi teatrda? Bekchan Atajonov ustozimiz, Mataqib Rahimov, Nazira Yusupova bilan ishlaganmiz. Qanday xotira bilasiz Bekchan akadan, Nazira opadan bir xotirangizda qolgan voqealar bormi? Bekchan ham bilan endi shu katta to'ylarga borganimiz, to'ylarda shu yaxshi narsalarni yonida turib o'rganganmiz. Toji Qayroq degan bir ukamiz birga ishlagan, Bobomurod Hamdamov ansamblida ishlagan. Shu to'ylarga borganimizda davrada bo'lib tomga chiqib ham o'ynaganini bilamiz. Xalqimiz bilar edi, shunday odati bor edi. Agar to'ylarga borsa, uylarda bo'lar edi, xonadonlarda bo'lar edi. Shunday imkoniyat bo'lsa, shu tomning boshiga chiqib, chertaklarning boshiga chiqib o'ynab tomosha ko'rsatar edi. Maqomlarga qandaysiz, Savurjon aka? Maqom qo'shiqlarimizga, suvoralarga ijrochiligini. Suvoralarni aytganmiz bir vaqtlar. Xirga qilamiz. O'rtari aytamiz, mashrabdan aytamiz. O'rtardan ozgina aytib bering bo'lmasam. Agar oshiqligim aytsam, kuyib jonu jahon o'rtar. Bu sirni bayon etsam, toki ul xonimon o'rtar. Kishiga ishq o'tidin zar, rayetsa bo'lib bir yon, bo'lib besabr betoqat, yuragimni chinon o'rtar. Bo'lib besabr betoqat, yuragimni chinon o'rtar. Rahmat Savurjon ağa, rahmat. Savurjon akam bilan yaqinsizlar, mahalladoshlar, qarindoshligingiz ham bor ekan. Bu kishining yana qanday ijodiy bir holatlarini bilasiz? Doimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, doimizga havas qilib, shu doimizning san'atini qoyil qilib yoshligimiz o'tgan. Chunki yanglishmasam 75-yillarda qishloqda tuba degan musiqa asbobining chalinishi o'zi bir yangilik edi. Doimiz konservatoriyadan kanikulga kelgan paytlarida ana shu tuba degan sozni chalib, hamma yosh bolalar mana shu Sobiramni atrofida hammamiz jamiljan bo'lib, san'atga balkim shu doimiz sababchi bo'lgandir. Ozgina shu asboblarni ko'rib qiziqqanmiz. Qo'shiqlarni endi u paytlarda to'ylar hali endi boshlanayotgan payti san'atkorlarga dim o'ta ketgan darajada qiziqish bo'lgan.
Çünkü her bir sanatkarning davraga chiqib aytishi bu albatta her bir yosh bolada havas uyg'otardi. Bizlar ham shu doimimizning qo'shiq aytishlarini qiziqib, atrofida yurib, endi qo'shiqchi bo'lmasak ham baribir san'atga qiziqadigan bir inson sifatida gavdalandik. San'atga qiziqishimizda doimimizning katta xizmatlari bor deb o'ylayman. So'zni ochyapti Maqsud aka. O'zingizning ijodiyotdan ham bir bahramand bo'lsak, Hazorasipliklar sizni ijodkor deb biladilar. 1973-yilda qishlog'imizdagi Muqimiy nomli o'rta maktabning 1-sinfiga borganman. Sinfda o'qigandam endi yaxshi o'qidim deb o'zimga baho bersam bu albatta noto'g'ri bo'lar. Lekin baribir adabiyot, tarix fanlaridan yaxshi o'qidim. Chunki tarixni, adabiyotni yaxshi mukammal biladigan o'qituvchilar qo'liga tushganman. Men aytib o'tmoqchiman, hozir salkam 90 yoshga qadam qo'yayotgan ajoyib bir o'qituvchimiz Gulsar opam adabiyot fanidan dars bergan. Men 3-4-sinflarda hattoki obrazga kirib o'qishni boshlaganman. Bunda albatta Gulsar opamning katta xizmatlari bor. Men mana shu ko'rsatuvdan foydalanib Gulsar opamga yana albatta uzoq umr tilamoqchiman. Bergan ana shu bilimlardan biz doimo xursandmiz, rozimiz, umrlari uzoq bo'lsin demoqchiman. San'atkor sifatida bilishlari, men to'y davralarida, tadbirlarda ishtirok etsam-da, albatta bizning sharq xalqlarining, ayniqsa Navoiy, Mashrab, Ogohiy bir narsani shu yerda ta'kidlab o'tmoqchimanki, Navoiy eslangan joyda albatta Ogohiy ham eslanadi. Biz faxrlanamiz shunday bir ajoyib avlodlarning farzandlari ekanligimizdan. Ana shularning she'rlarini o'qib, g'azallarini o'qib voyaga yetganmiz. Buyuk shoirlarning g'azallarini davralarda aytib, ruhiy, ma'naviy ozuqa beryapman deb o'ylayman o'zimcha. Bugungi oqshomni shu mushoiraga bog'lasak endi so'zlarimizni qani qaysi shoirdan aytib berasiz? She'r. Men ko'pincha davralarda klassik shoirlarning g'azallarini o'qishga harakat qilaman. Chunki bu g'azallarda insonga ta'lim tarbiya beradigan, ma'naviy ozuqa beradigan ajoyib satrlar bor. Men hozir aytib bermoqchi bo'lgan g'azalim Mashrab qalamiga mansub bo'lib, doimo shuni xirgoyi qilib yurishni kanda qilmayman. Seni laylaran odik ajoyib dilrabo derlar. Meni majnun shaydodek kuyingda bir gado derlar. Kecha kunduz eshigingda fig'onu nolalar qilsam, ki xarchinti navo qilsam, hanuzam benavo derlar. Yurib so'rdim tabiblardan, bu dardimga davo bormi? Tabib ayturki, ey nodon, bu dardni bedavo derlar. Qani Layli, qani Majnun, qani Shirin bilan Farhod, olar o'tdi bu olamdan, bu olam bevafo derlar. Seni laylaran odik ajoyib dilrabo derlar. Yana bilmay ko'p o'yladim, ay ko'rsam qara soching. Navozanda, navosanda. Asrga tatigulik sado sanda. Zinhar qash qil ani hamdam dema. Gün bilen su salamlaşyar ey müşkün döküp lebabıma. San'atkorning ayoli bo'lmoq mashaqqat. Chunki har kun kir yuvish asosiy xizmat. Kishiga ishq o'tidin zangar, rayitsa bo'lib giryon. Ko'rsatuvimiz hamkori Hazorasip tumanidagi Xo'ja bobo chayxonasi jamoasi bo'layapti. Maqsudjon og'a, mushoirani davom qildiradigan ustoz ayollarimiz qatnashyapti. Hamyurtlaringiz, mingotliqlar elida bugun qalam tebratayotgan opalarimiz turli mavzularda o'zlarini ijodiy mahoratlarini ko'rsatyaptilar. Salima Bonu ustozimiz o'ziga xos qalam tebratadi. Yonlarida Gulandon opam. Bugun endi bayramona oqshom Hazorasipliklarning davrasi o'sish huquqiga ega deb o'ylaymiz. Gulandon opa, mana dugonangiz bilan ajoyib kechada qatnashyapsizlar. Qanday ijodiy ruhiyat holat paydo bo'lyapti?
Evvelen başlap 24-yilning yakuni 25-yilimizni kutib olayotgan bir ajoyib paytda bilan diydor ko'rishib turganimizdan behad xursandman. Rahmat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlarim, assalomu alaykum yosh tilaklar bilan, yosh istaklar bilan bizni tomosha qilayotgan insonlar. Mana bugun xush ko'rdim. Qadamlaringizga hasanatlar bo'lsin. Hazoras diyorida. Men Hazoras haqida gapirmoqchiman birinchi. Hazorasdir shunday el, ta'rif etsam qonar dil, insonlari bari chaqqan, mehnatlari elga yoqqan, Alloh nazar qilgan el deydilar. Shu sabab har narsasi mo'l deydilar. Kirar chiqar xolimas, xalqi hech narsadan nolimas. Shunday xalqni farzandi ekanligimdan behashodman, xursandman. Sizlarning ko'rsatuvlaringizni hamisha tomosha qilar ekanman, ayniqsa maqomni eshitganimda danim yayrab ketadi. Svoralarni eshitganimizda shu Navozanda degan ko'rsatuvingizni boshlab bir she'r yozganman. Ha, eshitamiz. Har bir harfidan. Muxlis ekansizda. So'raman. Navosanda. Asrga tatigulik sado sanda. Vafo, mehr, sadoqat sanda. Olamga tatigulik sadolar sanda. Zamonlar osha, ohanglar yashar. Asrdan asrga yashnaydi basar, navosoz yuraklar manguga yashar. Dohiyona kuy navo maqom asli orzularda yashaydi mudom. Rahmat. Men shuning muzikalarni, sadolarni eshitar ekanman, qalbimda bilasizmi? Shuni bir yosharishni sezaman o'zimda. Hozir men sizga shu bir narsani aytib ketayman. 74-yil aprel oyida 8-sinfda vaqtda suxandonlikqa boshlaganman. Ustoz xizmatni boshlab berganlar. Ko'pgina san'atkorlar bilan to'ylarda bo'lganman. Agar ruxsat bersangiz, bir san'atkorimiz bilan bo'lgan bir voqeani aytib beraman. Ha, eshitamiz. Bizlar sulolamiz Sarta sulolasi. Bizlar sulolamiz hammamiz Bomurod Hamdovni yaxshi ko'ramiz. Shu Bomurod Hamdov kelgan vaqtida soriyoq palov yaxshi ko'rjaklarini bilib, soriyoqdan palov tayyorlab turadi edik. Bomurod Hamdov keldilar, bir ikki qo'shiq aytdilardan, hali dara boshlanmagan uyga girish oldindan bir qo'shiq aytdilardan navbat shogirdlarga berdilar. Keyin o'zlari ichariga girdilar. Girdimdan assalomu alaykum, hofiz yaxshimiz, yaxshi keldingizmi? Qadamingizga hasanat. Soriyoq palov tayyor desam, shogirdlaringizni kelishini kutamizmi yo palov olib kelingmi dedim. Yonda akam o'tirgan edilar, endi boshqa odam yo'q. Girdim. Gene soriyoq palov dedilar. Shunday palov olib kelib oldidan qo'yotirsam, ustoz hofiz aytdilar, yemayman dedilar. Hop, ustoz soriyoq palov deyladingiz-ku. Hozir siz to'yda so'z bergan turgan vaqtingizda she'r bilan so'z berasiz. Mikrofonni olasiz, she'r bilan javob qaytarasiz. Ha, palov aytgandek bir mazali she'r bo'lsin-da deb qoldilar. Ustoz dedim, shunday qarab turdilar. Qozona yoqdim olovi, qozonda pishirdim soriyoq palovi. Yeng usta katta do'yib yeng albatta dedim. Soriyoq palov mazidan, yuragiga hazidan dedim. Shunda shuni chiqardilardan pul uzatdilar. Ha, ustoz, men pul sotib olacaqmisiz bu soriyoqni? Ne palovi desam, yo'q. Ha, endi bir jo'shin dedim-dan. He, gonorari oldindan to'layacakmisiz ustoz dedim. Bering ustoz, nomeraqini bering dedim. Sizning pulingiz tavarik ustoz dedim. Qo'shing yanına dedim. Ki ustoz yana shunday qo'shdi. Rahmat ustoz. Mening ham farzandlarim sizni san'atkor bo'lgan, mening ham farzandlarim to'yda sizga kelgaysiz xudoyim desam, ha, gap olib qachondan puli ko'rib sayra beraverdi bu dedi. Puli ko'rib kim sayramagan ustoz dedim. Shu bo'ldi ustoz meni ko'rganda, "Gulim, sayrab turibmisiz?" dedilar. Qarang siz, Otajon Xudoshkurov bilan bo'lgan to'ylarimizni ko'rsangiz, oho, Iskandar Pirmatovni bilasizmi? Qo'shiq aytishdig'in emas, skripkada ham yig'lataradilar, ham guldiraradilar. Ana shuning ajoyib bir insonlarning farzandlari dilbandlarimiz biza. Bundan shodmiz, xursandmiz. Ilohim san'atimiz abadiy bo'lsin. Gulandonfa juda ajoyib xotiralariniz bor ekan. Bu endi ijodiyotning zavqi ham, jozibasi ham ana shunda-da. Bugungi sizning fikrlarni eshitayotgan yurtdoshlarimiz mulohaza qilayotgan bo'lsa ajab emas. Chunki ko'plab insonlar Bomurod akam bilan, Komiljon Otaniyozov bilan, Ortiq ustoz bilan mana Otajon akani aytayapsiz, u ustozlar bilan qanchadan qancha xotiralar shakllanib qolgan. Ana endi yoningizdagi ustozimizga bir so'z navbati kelyapti. Qanday ruhiyat oldingiz mana Gulandon opamdan? Gulandon opam hozir mana shu o'zlarining hozirgi aytib bergan hikoyalarida, xotiralarida shu albatta mening ham ichki ruhiyatlarimni qo'zg'ab, shu xotiralarimni qo'zg'adilar. Bu Iskandar Pirmatov aytdilar, bu albatta bu meni qishloqdoshimlar birinchilab.
İskender ota bilan juda ko'p bor o'tirishganmiz, turishganmiz, uyga keladilar mehmon bo'lib. Qarindoshchiligimiz ham bor. Qolaversa ular san'atkorlar sulolasi, hozir ham meni Ixtiyorjon, Muhammadjonlar shu izlarini davom ettirib kelyaptilar. Bu vaqtlarında rahmatli Otabek degan, Inoyatjon degan o'g'illari bo'lar edi. İskender ota bir joyga shu borsalar albatta shu yonida har doim shu Otabek o'g'illarini olib borar edilar-da. Otabek shu Otabek ham ashulachi bo'lganmi? u doira chalar Doira edi. chalar edi. Inoyatjon shu qo'shiqlarni hammasini bilar edi. İskender Pirmetning qo'shiqlarini hammasini bilar edi. Bir günisi bir tadbirda uchrashib qoldik İskender Pirmetov bilan. Shunda Yakani Salimajon qizimga yonimda o'tir dedilar, keyin gurunglashib o'tirdik. Undan bundan gurunglashib o'tirsak, oxirini kelib shu san'atkorning ayoli bo'lish qiyin degan gapni men o'rtaga qo'ydim. Aslida aytdilar, to'g'ri, Gulchira xalang o'rnida har kim bo'lsa ham shuni ish qilgan bo'lar edilar, bittagina rashkchiroq edi dedilar. Keyin güldürdilardan keyin aytdilar, aslida rashkmasdir bu balkim boshqa narsadir İskender ota. Bu mehrdir, vafodir, sadoqatdir dedim men aytdim. Sana bir qiziq voqeani aytib beraman dedilar. Qani ayting, qani desam, bir 4 kilo to'ya bordik dedilar, bir joyda dedilar, Otabek ham yonimda dedilar. Qaytishimizda dedilar, raqqosa qizni u yana olib qaytishimga to'g'ri keldi dedilar. Urganch tarafdan Xuandan tashlab kelin desam, vaqtim ketchak, dong ota kelgan, bir tutam vaqt qolgan. Bundan giramizdan Karbakda bir paskina dam olasam, bir uxlab tursang, dong atadi dedilar. Keyin ertang o'zimning Urganchda ishim bor, shuna o'tadigan shunda seni qizim olib ketaman deb uni bilan birga kelatirsam dedilar, ota mindirmang mashina. Enam aytib beraman deb aytdi Otabek dedilar. Raqqosani mindirsa tamom, menga aytligin deb aytdi enam dedilar. Holi sen har sabah to'yaman bilan ketaverasan bu sen enangga ayqoqchismeding ya deb aytdim Otabekka dedilar. Bir payt geldik uya dedilar. Kelgandan keyin dedilar, Gulchira xalang chiqdi, shu vajohat bilan chiqdi tashqariga dedilar. Shu xodin ham yurish bo'ladimi deb ovoy bilan siyosat bilan chiqdi dedilar. Men uni yuvashtirish uchun dedilar. Shunning düğünceki berdim koluna bir metr katta metr bo'ladi bu, saçaklı metr. Şunun içine her xil chiroyli she'r spotalar bo'lar edi, u vaqtlari qimmatbaho. Shu she'r spotalar, başka materiallar salingan shu düğünceki berdim dedilar. Yumshoqqina düğüncek verdim dedilar. Endi şunun içinde materiallar, shu she'r spotalar bor edi dedilar. Keyin shuna tip turdan qish oylarini bir set dedilar. Shu o't yandırgan ekan peshda. Ino sana deb diqib berdi dedilar. Aşı ne dediler ki raqqosa qizimiz dediler. İskender ota shudaki bir she'r spotam meniki shuni içinde 6 yorim saçlı saçım bor edi, mening 6 yorim. Shulam gitdik o'ta deb aytdi. Ey qiz sen indamindir hali, sen o'zingni o'rab diqib bermaganma shukr deb aytdi dedilar. Keyin men aytdim, ana gördingizmi dedim. Bulam dedim, albatta dedim, vafo sadoqat dedim. Hakikatan ham dediler. Buna sebep ne deb so'ramadingizmi desam, men dang atincha qancha İskender bilan o'tirib, qancha İskender bilan turdim deb aytdi dedilar. Shu İskender buani yo'lini qarab, xavotir olib, qarang ayol, xavotir olib, dangacha uxlamagan u bechora. Sizni yo'lingizni qaradim men. Ha bu düğünceki netaman men axir. Meni shu bilan yuvashtirajak bo'lasiz. Meni asablarim taranglashib bo'lgan. Axir men sizni yo'lingizni qarab, xavotir olib shu holatga keldim. Ina raqqosa qizingizdan xafa qilib qo'ydim deb aytdi dedilar. Shunday voqealar bo'lgan. İskender otam shu so'zlaridan keyin, shu suhbatimizdan keyin bir hazil kichkinagina she'r yozib tashlagan ekanman. Bugun dangda tapdim shuni. Hozir shuni olay. Aynan shu voqea bilan bog'liq. Aynan shu voqea bilan bog'liq. San'atkorning ayoli degan. San'atkorning ayoli bo'lmoq mashaqqat. Chunki har kun kir yuvish asosiy xizmat. Har kun kerak hofizga toza usti bosh, ayol esa ba'zida chimiradi qosh. Hofizning ayoliga to'yning bor jabri, chunki dazmol va kirda o'tadi umri. Eri kech qolib kelar uyga har kuni, tinmay notinch xayollar qiynaydi uni. Bir yonida hofizning go'zal suxandon, bir yonida raqqosa qilar xiromon. Buni o'ylab ayolning og'adi esi, mayli bir kun aytilar kelganda kezi. To'yda esa vaziyat tamom boshqacha, ta'zim qiladi hofiz keksa yoshgacha. Kuy avjiga yetganda tortilar ovqat, osh yeyish uchun hofizlar topsholmas vaqt. Yarim kechasi yakun yasalar to'yga, hofiz esa qorni och qaytadi uyga. Hofiz bo'lmoq ham do'stlar qiyindan qiyin, ayt deganin aytmasa bermas bir tiyin. Hofizning ayoliga sabr ber Xudo, o'zigachi nafs emas insof qil ato.
Oğlun şavkuda yaktı felekni utlu Ebganım. Bari yüzünü topanğa birdi çeşmi giryanım. İşiz dağdın indi, derdi oldu, kavsudi canım en yavrum meyribanım. Mekremet tahtında sultanım, nigarım meyribanım. Mekremet tahtında sultanım.